sizga o'zi qaysi biri to'g'ri keladi? Metanmi, propanmi? Shuning uchun video obzorlar hammasini ko'rib chiqing. Biz hammasini ochiq oydin aytganmiz. Hech nimani bekitmagan holatda. Ya'ni bu trekker ham hozirgi vaqtda 3 million xarajatga tushyapti. Xarajatga tushmang. Siz bitta tanlovda birinchi o'rinda qilib oling. Ya'ni propan qo'ysangiz yaxshimi yoki metanmi? Bunda 3 ta 30 talikni olib tashlab, endilikda bitta 47 talikka propanga o'zgartirib beryapmiz. Bu tomonda Cobalt, bu tomonda ham Cobalt. Biz aytamiz, sizga faqatgina haqiqatga urg'u bergan holatda konsultatsiya, ma'lumot beramiz. Siz baribir pul tomonlama, taksi qilaman deydigan bo'lsangiz, metan arzonga tushadi. Yo'q, o'zimda ishimga bor qilib yuraman. Bir kunda yuradigan kilometrajim 50 kilometr deydigan bo'lsangiz, propan qo'ysangiz bo'ladi. Chunki propanda aktami suyuq gaz bo'lgan hisobiga motorga, kladishga, kolsaga, umumiy motor sistemasiga juda ham zo'r foyda bo'ladi va yurishi benzindan zo'r bo'lgan hisobiga propan dvigatelga tushadi. Tanlash ixtiyori sizda, sifatli xizmat ko'rsatish bizdan. Tanlovda adashmaymiz. Bu videoni propan yoki metan qo'yaman deydiganlarga yuborib qo'ying, adashib qolmasin. Qaysi birini qo'ysa ham tanlovda adashmaymiz. Xudo xolasa kafolati bilan men ahamiyat berib qo'ysak, QR kodli bo'lgan ballonlarni ustonovga qilib bermoqdamiz. Bundan buyon mana shu QR kodli bo'lgan ballonlarni qo'yish kerak. Bu videoni barcha propan yoki metan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Sirdaryo metanga doim sizlarga sifatlisini va haqiqatni aytib qoladi. Obuna bo'lishni unutmang.